Bugun obunachimizning Telegram akkauntiga Telegram Premium olib beramiz. Agar sizga ham Telegram Premium ishonch tarzida kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda chiqib turgan kanallarga kirib, adminlar bilan bog'lanib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda biz Premium botni qidirib topamiz va start buyrug'ini bosamiz. Bu yerdan to'lash tugmachasini bosib, to'lash tugmachasini bosamiz yana. Keyin bu yerga o'zimizning Visa karta ma'lumotlarimizni kiritib, Gotov tugmachasini bosamiz. Keyin bu yerga to'lash tugmachasini bosib, o'zimizning Visa kartamizga ulangan raqamiga SMS kodni kiritamiz. Mana shu yerga SMS kodni kiritadigan bo'lsak va Verify tugmachasini bosadigan bo'lsak, Telegram Premium olinadi. Ko'rishingiz mumkin, 1 oylik Telegram Premiumimiz aktivlashtirildi. Agar sizga ham Telegram Premium mana shu tarzda kerak bo'ladigan bo'lsa, Foydakash Sport deb Telegram kanalini qidirib toping va mana shu kanalga kirib obuna bo'ling va bu yerdan kanal adminlariga yozsangiz sizga ishonch tarzda Telegram Premium olib beradi. Hammasini bizdan xarid qiling. Aldov yo'q. Xayr, salomat bo'ling.